Barchaga assalomu alaykum. YouTube sahifamga xush kelibsiz. Agarda siz meni sahifamda yangi bo'lsangiz, keling tanishib olamiz. Ismim Dilnoza. Men Duke Qushama universitetida 2-kurs talabasiman va universitetim Duke, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan va dunyoning top 62-o'rinda kiradi va 100% grant bilan universitetda o'qiyman. Agarda siz dunyoning top universitetlarida o'qimoqchi bo'lsangiz, bemalol menga murojaat qilsangiz bo'ladi va men sizga ko'maklashaman. Albatta konsultatsiya va boshqalar. Bugungi videoda men Xitoy magazinlarini ko'rsataman. Qani ketdik bo'lmasa. Bugun Xitoydagi moldan, ya'ni Xitoy korzinkasi desam bo'ladi, o'sha yerdan $50 ga bozorlikni ko'rsatib beraman va magazin qanaqa ko'rinishdaligini ko'rsataman. Aynan shu joyda aks olamiz. Bugun Hippo. Eshikdan kirishdan birinchi va boshqa mevalar qo'yib qo'yishadi. Misol uchun mandarin turibdi bu yerda. Yana boshqa mevalar qo'yilgan. Bu yerda esa mevalar kesib qo'yishadi. Eng zo'r narsasi fresh juice qilib berishadi, xos tayyorlab berishadi. Misol uchun xohlagan paytingizda solib. Va bu bor yo'g'i $2 atrofi. Apelsin olamiz. Kivi olaman, 300 gram, 10 yuan. Shunaqa 4 ta avokado. 4 ta avokado 30 yuan. Bu tarafda esa sabzavotlar bor. Faqatlagan bitta brokkoli olamiz. Boshqachasi bor. Mana bunaqa sariq kartoshka. Bu 7,5 yuan ekan, yarim kilosi. Shundan ham olamiz. Bunaqa cherry pomidorlar bor. Narxi 790 yuan. 400 gram sabzi. Ansisi. Ba'zilari narxi yozilmagan ekan. Mana bu 750 yuan. Bodring. Mana chesnok bor ekan, 860 yuan. Sabzavotlarning hammasini olib bo'ldim. Endi hozir go'sht tarafga o'tamiz. Molda halol go'sht yo'q, shuning uchun ham tovuq go'shti ham, mol go'shti ham olmay qo'ya qolaman, shunchaki faqat baliq go'shtlar. Oddiy olib qarasam, misol uchun mana shu mol go'shti 400 grammi 50 yuan ekan. Bu yerda tuxumlar 12 ta tuxum 17 yuan. Olamiz. O'zimga bitta oqqa olaman. 450 gram 30 yuan. Shunaqa baliq ham oldim. 40 yuanga shu rulet topib ko'ramiz. Ko'rinishi zo'r. Такой фруктовый. И shunaqa mozzarella 20 yuanga. Yaxshi. Bu yerda krem cheese olamiz bitta. 15 yuanga. Adashdim. 19 yuan. Bunisi skidkada ekan. Menga bu yoqadi, shuning uchun buni olamiz. 不懂这个牌子，这个也是这个牌子。 Grechki yogurt. 没听懂您说啥？什么？我没听懂您说什么。听不懂。这个活润的，不跟着酸奶，上下是莓，中间是酸奶的。 Reklama qilyaptilar, rahmat. 像冰淇淋一样口味的酸奶，然后这个蓝莓的。 Morojniyda ekan hamma. 说的小比 Xitoyda 我一碗 yaxshi pishloq topish qiyin bo'lgan, misol uchun o'zimga faqatgina bittagina grechki yogurt topganman, ya'ni Yunon yogurti o'zbek tilida. Boshqa yogurtlarni yaxshisini topolmaganman, chunki ko'plarning ichida shakar solingan, ko'plari har xil ta'mli, даже bittasi guruchli, grechki yogurti g'alati. Shu bilan birgalikda qaymoq yo'q. Umuman qaymoq yo'qmagan. Men kelganidan beri, misol uchun tvorogni faqatgina bitta onlayn tabodan zakaz qila olaman, boshqa joylarda tvorog yo'q magazinlarda. Yaxshi. Shunaqa spagetti olamiz. 17 yuan. Va o'zimga eng oxiri shunaqa 6 ta kanli besaqatni kola olaman. 190. Men eng yaxshi ko'rgan joyim bu misol chipsdan joyi. Anchadan beri yemay ketgandim. Ta'mini qaranglar. Avokadolik. Bro, Lay's avokadolik. Nice. Bodringlik. Mexican chicken. Tomato flavor. Barbecue. Yana nima g'alati ta'mlar bor. Chiqib ko'p
Aka krab olib yotibdi. 你说这个200到250，Baliq rangini qarang. Shalvar bor. Bu yerda har xil oysterchalar bor. Narxlari har xilcha 14.90, 50 yuan, 238. Xitoyliklarning eng yaxshi ko'rgan narsasi bu krab yeyish. Krab yaxshi ko'rishadi juda ham. 来，给你。 Sisi mana lobster. Bilmayman nima bu krabmi? Sisi. Biologik ustozim ko'rmasin buni, iltimos. Kilosi buni 1099. I don't know, I'm gonna translate that. Qanaqa qilib yedi buni? Ew. U qimirlashni. Bu yerda ham krevetkalar. Mana men bechora oldimga chiqib qolgan. Lonely bu. Bu yerda ovqatni muzlatib qo'yilgan tarafi isitib pishirib yeyishsa bo'ladi. 给了可以看一下了，69了， Bu yerda shirinliklar taraf. 面包可以看一下，69了。人类在做，老人小孩都能。 Eng yaxshi ko'rgan shirinligim mana shu bo'lsa kerak. Bu keyin ektarda yaxshi ko'raman. Bizda mana shu shunaqa chiroyli gullar turadi. Lolalar ham bor. Mana bu liliya. Chiroyli gullarning rangi, ayniqsa mana bularniki. So cute. Bu yerda har xil choylar bor. Qanaqangi sofa fruktlar ham bor. Xitoyliklarning yoshlik eliksiri bu qaldirg'och ini. Shuni yeyishadi pishirib. 味就干了。 Xitoyda oddiy shunaqa choylarni ham sotishadi, hech qanaqa ta'msiz, shunchaki oddiy damlangan ko'k choylarni. Bunaqa ko'p choylar ko'p. Juda ham ko'pchilik ichishadi xitoyliklar. Molning bu tarafida ovqatlanishadi, ovqatlari bu yerda bemalol. Bu yerda kassir bilan to'lasangiz bo'ladi yoki alohida o'zingiz ham to'lasangiz bo'ladi. Ya'ni mana skaner qilishyapti va to'lashadi. Ham Alipay orqali yoki rasmlar orqali, ya'ni bu odam o'zining yuzi orqali to'ladi. Zo'ra. Ichida ba'zi bir o'rtacha narsalarni ko'rsatmadim, shunchaki o'zim xohlaganim uchun ba'zi bir narsalarni olganman. Narxlar har xilcha bo'lishi mumkin. Hozir kirgan magazinda narxi sal qimmatroq bo'ladi. Chunki bu tashqarida emas, molning ichida joylashgan, shuning uchun ham narxlar sal o'zgarishi mumkin. Shunday qilib shuncha narsa hammasi $50 ga tushdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Menga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarda ko'rishguncha bye.